off-road ishqibozlari uchun sotuvimizda 2025-yilda ishlab chiqarilgan Photon Pickup mashinamiz haydash uchun tayyor. Mashina haqidagi to'liq ma'lumotni video davomida berib o'tamiz va kimga qiziq bo'lsa, marhamat, videoni oxirigacha tomosha qiling. Mashina haqida to'liq ma'lumotni berib o'taman, ko'rib o'zingizlar baho berasizlar. Mashina juda ham katta, yo'l tanlamas. Любой yo'ldan yurib ketadi. Ko'rishingiz mumkin. Emta yangi balonlarda, bu yoqda 360 kamera. Mashina o'z salondan chiqqaniga 3 oy bo'lgan. Tonirovka razрешение olingan, kraskalari toza, 4x4. Bagaji ham juda ham katta. Mana bu yoqqa ochiladi, usti suriladi, orqasi Damas'dek bo'ladi. Ancha yuk ketadi, pikniklarga haydab ketaverasizlar. Salon ko'rinishlarini ko'rsataman. Apelsin salon, elektronniy, pamять sideniya, sideniylar elektronniy suriladi. Tak. Sport rejimlari bor, avtohold bor, abduf, abagrev. Xullas zamonaviy mashinada nimaiki rejim bo'lsa, hammasi bor. Panorama tom, mana salonlari zo'r. Hammasi elektronniy. Ko'rishingiz mumkin. Orqa salonlari ham juda ham keng. Abagrev sideniyalarigacha ham bor. Olib mazax haydayverasiz. Mashina 2 litrli turbina motorda, dizel 2025-yilda ishlab chiqarilgan. Bu mashinamizni olamiz, sotamiz kanalining klientlari uchun $34,000 qilib beramiz. Kimga qiziq bo'lsa, pastda nomer qoldiraman, bemalol telefon qilib baraka qilishingiz mumkin.